Muhtaram yurtboshimiz inson qadri har narsadan ustun degan ulug' g'oyani ilgari surgani bejiz emas. Uning zamirida insonlarni ijtimoiy himoya qilish, g'amxo'rlik ko'rsatishdek ulug' maqsadlar mujassam. Shu sababli yurtimizda inson qadrini ulug'lash, yurtdoshlarimizning baxtli, saodatli yashashlari uchun barcha sharoitlarni yaratib berish davlatimiz siyosatining asosiy yo'nalishiga aylandi. Bu borada keyingi yillarda bir qator farmon, qaror, farmoyish hamda dasturlar qabul qilindi va ushbu me'yoriy hujjatlar ijrosi amalda o'zining real samarasini bermoqda. Aholini qo'llab-quvvatlash, ularni hayotidan rozi bo'lishlari uchun barcha imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan kambag'al oilalar hayotini o'zgartirish, turmush tarzini yaxshilash uchun kambag'allikdan farovonlik sari dasturi amalga oshirilmoqda. Ma'lumki, kambag'allikni bartaraf etishning to'g'ri va eng samarali usuli bu birinchi navbatda aholining daromad manbaini yaratish, bandligi darajasini oshirish va boqimandalik kayfiyatini o'zgartirishdir. Bugun yurtimizda aynan shunga katta e'tibor berilyapti. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 6-martdagi 18-sonli farmoyishi ijrosini ta'minlash maqsadida Navoiy kon-metallurgiya kombinati tomonidan kambag'al oilalarning ishsiz a'zolari bandligini ta'minlash, ularni doimiy daromad manbaiga ega bo'lishlariga ko'maklashish borasida bir qator ijobiy ishlar amalga oshirilmoqda. Ushbu farmoyishga ko'ra bugun Nurota tumanida xonadonma-xonadon kirib, aholining yashash tarzi o'rganilyapti. Ehtiyojmand oilalar aniqlanib, ularni qo'llab-quvvatlash bo'yicha juda katta ishlar olib borilmoqda. Bundan xalqimiz xursandchiligi cheksiz. Zero bugun davlatimiz rahbari boshchiligida olib borilayotgan islohotlar samarasi Nurotaning eng og'ir, eng chekka, eng olis hududlariga kirib borayotgani, mas'ullarning mahallama-mahalla, qishloqma-qishloq, ko'chama-ko'cha yurayotgani, o'z samarasini berayotgani ayni haqiqatdir. Jumladan respublikamiz bo'ylab davom etayotgan dolzarb bir oylik safarbarligi doirasida Nurota tumanidagi mavjud 31 ta mahallada olib borilgan o'rganishlarda aniqlangan ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar hayotini yaxshilash hamda doimiy daromad manbaiga ega bo'lishiga ko'maklashish maqsadida kombinat homiyligida bir guruh kam ta'minlangan va ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolarga 50 bosh sog'in sigirlar buzoqlari bilan tarqatildi. Shu bilan birga aholi xonadonlarini ta'mirlash va qurilish ishlari ham olib borilmoqda. Nurota tuman hokimligi, Navoiy kon-metallurgiya kombinati, hududdagi mahallalar yettiligi, nuroniylar, jamoatchilik vakillari ishtirokida bo'lib o'tgan tadbirda so'z olganlar, davlatimiz rahbari boshchiligida olib borilayotgan xayrli ishlar, aholi turmushi shart-sharoitini yaxshilash, tadbirkorlikni rivojlantirish, kambag'allikni qisqartirishdan iborat ekanligini e'tirof etishdi. Prezidentimiz tashabbusi bilan yaratilgan kambag'allikdan farovonlik sari dasturi doirasida juda bir yaxshi tadbir amalga oshirilyapti. Mana shunaqa imkoniyatlar, demak O'zbekistonda kambag'alchilik darajasini pasaytirish masalasi eng kun tartibidagi asosiy muammolardan biri edi. Prezidentimiz Navoiy viloyatiga tashriflari chog'ida viloyat hokimi, tuman hokimi va'da berdilar. Mana shu viloyatimizni, tumanlarimizni kambag'allikdan xoli hududga aylantiramiz degan. Mana bugun ana shu va'da asosida sigir buzog'i bilan, xashagi yemishlari bilan tarqatilyapti. Bu endi olamshumul voqea. Albatta bizni xalqimiz, tumanimiz mana shu yaratilayotgan sharoitlardan, prezidentimiz tomonidan yaratilgan imkoniyatlardan to'liq foydalanib, kelajakda albatta biz tumanimiz kambag'allikdan xoli hududga aylantiriladi. Mana bugun nuroniylarimiz mana bu yerda hammasi xursand. Mana bu sigir berilayotgan xonadonlar ham xursandchiligi cheksiz. Mana bu shu narsalarni amalga oshirgan butun nuroniylar nomidan prezidentimizga mustahkam sog'lik tilaymiz. Xalqimizni boshiga doimo omon bo'lsinlar. Tumanimizda mana shu kambag'al oilalarni darajasini pasaytirib, kambag'allikni yo'q qilishga erishsak, albatta bu bizning katta g'alabamiz bo'ladi. Xalqimiz demak farovon yashayapti. Demak xalqimizga o'sha imkoniyatlar yaratilgandan to'g'ri foydalandi. Demak prezidentimizni amalga oshirayotgan siyosatlari to'g'ri ekanligi isbotlanadi.
Darhaqiqat, bu hayotda har bir inson baxtli, farovon hayot kechirishini orzu qiladi. Afsuski, 5 qo'l baravar emas. Qaysidir oilalar mehnati, intilishi bilan taqdirini o'z qo'llari bilan yaratib, farovon, bekamu ko'st yashayotgan bo'lsa, ba'zi bir oilalar esa har xil sabablar bilan turli tashvishlar, yetishmovchilik girdobida kambag'al yashayotgani ham sir emas. Shu bois yurtimizda kambag'allikdan farovonlik sari harakati boshlandiki, bu o'sha qo'li kalta yurtdoshlarimizni kambag'allikdan chiqarishga katta turtki berdi. Bugun bizlar uchun kam ta'minlangan oilalar uchun shunaqa prezidentimiz tomonidan shunaqa tashabbus ko'rsatildi. Bu uchun juda xursandmiz. Bizga bu narsa juda katta bir motivatsiya bo'ldi. Navoiy viloyat kon-metallurgiya kombinati tomonidan bizga shunaqa sigir buzog'i bilan berilyapti ekan. Bundan juda xursandman. Qaraymiz, sutini sog'amiz, sog'ib ichamiz, moy, chakka, qurt. Sigir bilan juda ko'p narsalar qilsa bo'ladi. Kambag'allikdan chiqib olish, mablag' qilish, buni orqasidan juda ko'p narsalar qilsa bo'ladi-da. Juda katta yordam bo'ldi bizga. Qaynota, qaynonam bor, qaynotam birinchi guruh nogironlari, ikkalasi ham qari kishi. Farzandim bor. Ular hammasi endi bu sut, chakka, qatiq, hammasi bu kerakli narsalar. Bu tashabbus uchun avvalambor prezidentimizga, Nurotda hokimi, Qizilcha qishlog'i Tinchlik mahalla raisimizga kattakon rahmat. Navoiy kon-metallurgiya kombinatiga alohida rahmat. Sintoq qishlog'idanman. Mana shu bu yerga keldim. Sigir bilan bolasini bergan ekan. Shundan men xursandman. Uy ta'mirlashga yordam berdilar. Bularga rahmat deyman hammaga. Holini kambag'al bo'lmasligi uchun prezidentimiz ko'p harakat qilyaptilar. Yordam beryaptilar. Biz xursandmiz. Xudo xolasa bu sigirlarni ko'paytirishga harakat qilamiz. Ta'kidlash joizki, bu kabi sa'y-harakatlar bugun ham hayotimizda eng qizg'in pallaga kirgan. Barcha hududlarda ushbu muhim dastur doirasida keng qamrovli ishlar olib borilib, xalqimiz turmush darajasini yaxshilashga xizmat qilmoqda. Hayitni davomli kunlarida bugun Nurota shahrimizda ham juda katta bir xursandchilik, muhtaram yurtboshimizni tashabbuslari bilan kambag'allikdan farovonlik sari dasturi asosida xonadonlarga mana shunday qoramollar ehson qilinyapti. Albatta bu ishlar, bu qilinayotgan xayr-saxovatlar yurtimizga ko'pgina yaxshiliklarga, mana shu tinchlik, osoyishtaligimiz yana ham inshaalloh farovon bo'lishligiga sabab bo'ladi va Alloh taolodan mana shunday xayrli ishlar bardavom bo'lishligini hamisha so'rab tilab qolamiz. Mana shu xalqni, mana shunday muhtoj oilalarda qilingan duosi so'zsiz ijobat. Alloh taolo buni barakotidan hali yurtimizga yana ko'plab yaxshiliklar, barakotlar nozil qiladi. Bu g'amxo'rlikdan viloyat markazidan ancha olisda joylashgan Qizilcha, Temirqo'g'uq, Sentop aholi punktlarida yashovchi bir guruh xonadon egalari qatorida mahalla faollari ham xursand. Men Nurota tumani Tinchlik mahalla raisi sifatida faoliyat yuritaman. Mana shu mahallamizda kambag'al oilalar 10 tani tashkil etadi. O'sha kambag'al oilalar bilan ishlab kelyapmiz. Ularni kambag'allikdan chiqarish rejasi asosida ularni farzandlarini ta'limga, tibbiyotga, oila a'zolarini, shuningdek ularni ishlik qilish kabi hammasiga mas'ullar biriktirilgan. O'sha qarorlardan birining ijrosi ketyapti. Mana bizning mahallamizdan ham 2 ta kambag'al oilalar a'zolari biriktirilgan edi. O'sha oila a'zolariga Navoiy kon-metallurgiya kombinati aksionerlik jamiyati tomonidan bugun ona bola sigir buzoqlari berilyapti. Bu ham bitta oilaning daromadiga daromad olib keladi. Ularni kambag'allikka chiqarishga yana bir asos bo'ladi. Buning zamirida, hammasining zamirida prezidentimizning qarorlari amalda ekanligi, bunga mas'ullarni biriktirilganligi, mas'ullarni ishlayotganligi, undan tashqari mana homiy tashkilotimizga o'z mahallamiz nomidan minnatdorchilik bildiramiz. Bu yana bir kambag'alimizni kambag'allik safidan chiqarishiga katta yordam beradi. Men qatori yana 50 nafar ekan, men qatori yana 49 nafar ayollarga qoramollar topshirildi. Biz bundan samarali foydalanamiz degan umiddamiz. Buning uchun prezidentimizga avvalo shu tashkilotchilarga hammasiga minnatdorchilik bildiraman. Unimdan foydalanaman. Oilamni farovon qilishga harakat qilaman.
bugun davlatimiz shuncha sharoit va imkoniyatlarni yaratib berayotgan ekan. Albatta, bunga befarq bo'lmasdan, bu tashabbus va e'tiborga uyg'oq fikr hamda teran tafakkur bilan yondashib, islohotlar jarayoniga daxldorlik hissi bilan yashash, intilishimiz bilan turmushimizni farovon qilish, hayotimizni yaxshilash, xonadonlarimiz obodligi o'z qo'limizda. Buning uchun esa har birimiz harakat qilishimiz, boqimandalik kayfiyatidan voz kechishimiz kerak. Chunki mehnatsiz, intilishsiz hech narsaga erishib bo'lmaydi. Bugungi kunda Navoiy viloyatida 11 ming kambag'al xonadon bo'ladigan bo'lsa, Nurota tumanida 238 ta kambag'al xonadon bor. Navoiy viloyatida 11 ta shahar tuman bo'ladigan bo'lsa, prezidentimizning farmoyishlari asosida 11 ta rahbar biriktirilgan. Navoiy viloyatida birinchi yo'nalishda 2723 ta xonadonga 550 ta kambag'al biriktirilgan. Ikkinchi bosqichda 2573 ta xonadonga 558 ta rahbar qayta biriktirilib, bugungi kunda kambag'al xonadonlarda doimiy barqaror bandlik, ijtimoiy himoya yo'nalishida, tibbiy xizmat yo'nalishida, xonadonlarni infratuzilmasini yaxshilash yo'nalishlarida amaliy yordam ko'rsatilib kelinmoqda. Maqsad kambag'al xonadonlarni keskin qisqartirish va fuqarolarimizni doimiy daromadli ish bilan band qilish. Bizning xonadonlarga, demak, daromadli mehnat bilan band bo'lgan xonadonlarga daromad kirib borgandan keyin farzandlari ham kelajagi bo'ladi, o'qiydi ular ham. Ertaga kiyinishida, yurishida, xonadonda o'zida ham juda o'zgarish ko'p bo'ladi. Demak, bizni mana shu tizimda qilib bergan hurmatli prezidentimizga ming rahmat. Mana bugun men Nurota tumanida kambag'allikdan farovonlik sari dasturi amalga oshirish borasida mana 50 ta oilaga sut beradigan sigir, bolalik sigirlarni taqdim etyapti. Kombinatimiz mana shu nafaqat sanoat sohasida, mana ijtimoiy sohada ham juda katta ishlarni amalga oshiryaptilar. Ko'pchilik zaruriyati bo'lgan xonadonlarni remont qilib, iloji imkoniyati bo'lmaganlarga uylar qurib beryaptilar. Undan tashqari nogironlarga mana kolyaskalar, moddiy yordam masalalarini ko'rsatib kelyaptilar. Bu albatta mana shu prezidentimizning siyosatlari tufayli kombinat rahbariyatini mana shu xalqimizni qo'llab-quvvatlashdagi xatti-harakatlari tufayli amalga oshirilmoqda. Kambag'allikdan farovonlik sari dasturini amalga oshirishda mamlakatimiz sanoatining bayroqdori bo'lgan Navoiy kon-metallurgiya kombinati rahbariyati ham viloyatning Nurota, G'azg'on, Zarafshon, Uchquduq va Tondi tuman va shaharlariga biriktirilib, davlatimiz rahbari siyosatini amalga oshirish, qolaversa ehtiyojmand oilalarni aniqlab, ularni kambag'allikdan chiqarish uchun yashash sharoitlarini yaxshilash, daromad manbaiga ega bo'lish, bandligi va moliyaviy mustaqilligini ta'minlash, sog'lomlashtirish, tibbiy ko'rikdan o'tkazishga yaqindan ko'maklashib kelmoqda. Buni birgina sog'in sigir olgan xonadon sohiblari quvonchi va shukronaligida ham ko'rish mumkin. Xonadonimizga ona bola sigirni ham olib kelib oldik. Mingdan ming rahmat demoqchimiz. Prezidentimizga rahmat, Navoiy kon-metallurgiya kombinati rahbariyatiga, Nurota tuman hokimlariga minnatdorchilik bildirib qolamiz. Oila a'zolarimiz tomonidan sigirlarni inshaalloh ko'paytirib, bolalarga, ro'zg'orga, yaxshi kunlarimizga ishlatishni sizlarga va'da beraman. Ayolim ham kunlik ishga chiqib turadilar har zaman. Men ham shu ustochilik qilaman. Tosh bu zakaz chiqsa shunda ishlab turamiz. Xudoga bolalarning rizqini topib beribmiz. Yana shuni alohida ta'kidlash joizki, kombinat homiyligida bir guruh kam ta'minlangan, ehtiyojmand va boquvchisini yo'qotgan oilalar uy-joylari yangidan qurilib, ta'mirlanib berilmoqda. Jongul Meliqulovaga ham ana shunday beminnat ko'mak ko'rsatildi. Mana uyni boshlabgan ekan, shunga xursand bo'lyapman. Juda ham xursandman, minnatdorman. Dunyo turguncha tursin. 3 xonali uy qurilyapti. Prezidentimizga hammasiga rahmat. Kim yordam berayotgan bo'lsa, hammasiga minnatdorchilik bildiraman. Xursandman. Mana shu uyim boshlanganidan, davom etayotganidan, hammasidan xursandman-da. Farzandlarim bilan bu yerga ko'chib o'taman, xudo xolasa, bitirgandan keyin. Keyin bu yer yaxshi bo'ladi, qiynalmay yashayman. Dunyoda yaxshi odamlar ham ko'p ekan. Juda ham ko'p ekan yaxshi odamlar. Shulardan minnatdorman.
Kambag'allikdan farovonlik sari dasturi doirasida olib borilayotgan yana bir muhim yo'nalishlardan biri bu aholini tibbiy ko'rikdan o'tkazish va sog'lomlashtirishdan iboratdir. O'rganishlar natijasida aniqlangan va chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik natijasida tibbiy muolajalarga muhtoj deb topilgan 60 nafardan ortiq bemor va ularning farzandlari hozirgi kunda kombinat sihatgohlarida sog'lomlashtirilib, tibbiy sanitariya bo'limlarida malakali shifokorlar tomonidan davolanmoqda. Balacham 4 yoshlik, ko'zchasidan nuqsoni bor, oyoqchalari yaxshi emas edi. Rahmat sizlarga. Shu doktorlar hammalari qarashyapti. Xudoga shukr yaxshi bo'ldi. Uyqusi ham yaxshi bo'ldi. 7 oylik tug'ilgan, shunda shunday bo'lgan deb aytayaptilar endi. Mana Xudoga shukr 4 yosh bo'ldi, kichkinagina edi. Endi ko'zchasidan nuqsoni bor. Shunga bizlarni shu tomonga yubordilar. Rahmat hammalariga. Mana shu kombinatning ishchilariga ham, xodimlarga ham, Nilfarjonga ham rahmat. Ko'z doktorlariga ham rahmat. Hammalari MRT qildilar. Hammalariga rahmat. Sizlar bizlarni hurmat qildinglar. Xudo sizlarni hurmat qilsin. Bolalar bo'limida hozirgi kunda Nurota tumanidan va G'ozg'on shahridan bir nechta kasallar yotibdi. Bu kasallarning orasida tug'ma kasalliklar bor, bolalar falaj kasalliklari, tug'ma ko'r kasalliklari bor. Bizga mana bu prezident farmoni bilan bularni yotqizib davolashga bizga ruxsat berdilar. Shularni biz davolab, keyingi mana muolajalarini, konsultatsiya, tavsiyalarni olish uchun har oy kelib turadilar. Endi mana bu tug'ma kasalliklar birdaniga yaxshi bo'lmaydi. Buni kasalligiga, turiga qarab biz baribir ham keyinchalik ham davom ettiraveramiz. Hamma dorilar bor, davo muolajalarini qilib o'tkazdik. Endi mana bu ta'sirlarni endi biz ko'ramiz. Chunki bular 4 yoshgacha shu bir martagina lecheniya olgani hisobiga baribir ham ular o'zgarish ko'rmagan. Endi nasib bo'lsa bu o'zgarishlar ko'rinadi. Mana aytdilar, apetit ochildi, kulishni boshladi qizcha, ko'rmasa ham-da, masalan, taniydi hammani. Men G'ozg'on shahridan kelganman. Bizlarni shu jo'natdilar. Xudoga shukr, hozir davolanib chiqyapman. Yaxshiman hozir, Xudoga shukr, shularni borlikka shukr. Meni kasalligim kardiolog bo'limga yotibman, yurak bo'yicha. Og'riqlar bu. Hozir Xudoga shukr, yaxshi bo'ldim. Shu dori-darmon yordami bilan shu mana shu yerga keltirib bularni yotqizdi. 7 kun bo'ldi yotganimga. Yaxshi davolanib chiqyapman. Shu doktorlarga, katta vrachlarga rahmat, sizlarga rahmat. Bir so'z bilan aytganda, bugun amalga oshirilayotgan har bir islohot, har bir xayrli ish ortida albatta ehtiyojmand aholi qatlamini qo'llab-quvvatlash, dardiga darmon bo'lish, ularning muammolariga ijobiy yechim topish, hayot sifatini yaxshilashdek maqsad bor. Zero kambag'allikdan farovonlik sari dasturini amalga oshirishdan asosiy maqsad ham xalqni rozi qilishdir.